Boshladik, qaranglar. Bugun cho'tki video bo'ladi, test bo'ladi. Mana shu apparatimizni test qilamiz, qaranglar. Bu kofe apparat, bilasizlar. Apparatimizni komplekti bilan tanishtirib o'tsak, mana bunaqa gift boksi bo'ladi, sovg'a qutisi. Ichida qopchani ichida mashinka joylashgan bo'ladi. Mana hozir bitta hammasini ochamiz. Keyin maydalangan kofeni solish uchun mana bunaqa qoshig'i ham bo'ladi. Men bunga kofe solib qo'yganman. Hozir nimaga solib qo'yganimni ham ko'rsataman. Boshlaymiz. Apparatimizni chiqarib olamiz, qaranglar. Video xudo xolasa cho'tki bo'ladi. Test qilamiz. Testimizni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Hammasini bir chetga olib qo'yaylik bularni. Mana. Bu narsa komplektidan chiqmaydi. Men o'zim uchun alohida sotib olganman buni. Bu nima desanglar, mana apparatni bundoq qo'yib qo'yish uchun podstavka deydimi mana. Xo'p, qo'yamiz, qaranglar, xudo xolasa hamma narsamiz tayyor. Xo'p, bo'lmasam biz bir chetdan boshlaymiz. Testimiz nimadan iborat bo'ladi? O'z ko'pchilik bilasizlar, achchu kofe icha olmaydi-yu, sutli qilsa ham bo'ladimi degan savollarni beradi. Xo'p, men zavoddan so'radim. Zavoddan so'raganimda, mana bu joyga suv quyib ishlatiladi-ku, sut quyib bo'lmas ekan. Sut quyib ishlatib bo'lmaydi. Suvdan boshqa hech nima quyib bo'lmaydi, lekin biz test qilmoqchimiz o'zimiz uchun. Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Hozir video davomida sizlar bilan ko'ramiz. Tarozi yoqamiz. Tak, 0 bo'ldi. Qancha gram kofe ketishini bilib olaylik mana. Idishiga 709 gram kofe ketar ekan. Hop, bizga kofe molka kerak bo'ladi. Kofe molkani 16 ga qo'yganman. Tak, solamiz. Maydalangan kofeda ishlatsa ham bo'ladi buni. Faqat kapsulni emas apparatimiz. Hop, maydalab olamiz. Maydalab bo'ldik. Nechidir sekund vaqt ketdi. Bu yoqqa akkuratni solamiz. Kofeni solganimizdan keyin bitta tirs uramiz-da, ustidan bosib qo'yamiz mana. Ana tayyorlab oldik. Tayyor. Maydalangan kofeni tayyor qilib oldik. Bunisini bosamiz-da. Endi qaranglar. Eng qiziq joyiga yaqinlashyapmiz. Apparatimizda kapsula turgan joyini olib tashlaymiz mana. Mana bu kapsulning uchun idish shishasi edi. Endi mana maydalangan kofeni joylaymiz. Qotiramiz. Xudo xolasa nima bo'lar ekan endi bilmadim. Xudo xolasa testimiz sinovdan yaxshi o'tsa apparatimiz, mana yoqamiz. Yoqdik. Endi mana bu joyiga sut quyamiz. Xudo xolasa nima bo'ladi endi ko'ramiz. Mana sut quyamiz. 50 ml qo'yamiz. Sababi sut qaynab ketishi ham mumkin-ku, qaymoq bo'lib qolishi ham mumkin. Lekin sizlar umuman bu ishni qaytarmaylar. Umuman mumkin emas. Garantiyasi kuyadi, umuman mumkin emas. Biz prosta o'zimiz uchun test qilyapmiz. 2 marta bosamiz qaynatish tugmasini. Qani, qay darajada qaynatadi buni ko'ramiz hozir. Tak. Ishqilib qaymog'i chiqib ketmasa bo'ldi mana. Qaynab chiqishiga ozgina qoldi o'sha. Voy, gap yo'q lekin. Tak, ko'klamda stakan tayyorlab qo'yamiz. Chunki boshqacha bo'ladi bu. Ranglari qanaqa chiqadi, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi hozir ko'ramiz endi. Ajoyib bo'lyapti, o'zimga ham yoqib ketyapti. Tarozidan ham hozir keragi yo'q endi, chetga surib qo'yaylik. Tak, tayyor. Bo'lmasam bismillah deb boshladik. Qani nima bo'lar ekan apparatimiz. Ketdimi? Ketdi. Juda ajoyib. Voy, hidlari vashi boshqacha ekan. Cho'tki. Vah. Mana. Umuman boshqacha chiqdi. Qoyil, qani bir ko'raylik mazasini. Voy, issiqligi, ta'mi o'zgacha.
Qani bu yoqda nima bo'ldi? Bu yoqda xudo xolisa hech qanaqa o'zgarish yo'q. Natijasini e'lon qilamiz. Nima bo'ldi, nima qo'ydi? Bu apparatimiz ishladimi, ishlamadimi dalshi qo'yamiz. Mana yana endi buni sousni quyib o'tkazib ko'raman, chunki bu yerda qaymoq bo'lib qoldi tepasida ko'rgan bo'lsanglar mana. Bo'ldi. Muhimi haydayapti. Sousni isitmasdan turib haydayapman. O'tkazyapti. Lekin mana bu yoqda ajoyib ish bo'ldi. Hozir ko'ramiz. Tak. Bunaqa ichi qotib qoldi. Menimcha endi suvni qayta haydasa toza bo'lib ketsa kerak. Natijasini aytamiz. Muhimi apparatimiz sinovdan o'tdi va dalshi sut qo'yib sousni ham ishlatib ko'rdik, ishladi. Mazasi zo'r. Endi xudo xolisa keyingi qismda bu apparatimizning taqdiri nima bo'lganini qo'yamiz. Salomat bo'linglar. Shuncha joygacha sabr qilib ko'rdinglar. Gap yo'q. Podpisatsiya qilib qo'yinglar. Hali ko'p ishlarimiz oldinda. Like bosib, kommentda fikringlarni qoldiringlar. Kofe sevarlar olg'a.